3 ta farzandim bor, oilaliman, lekin turmush o'rtog'im bilan jinsiy hayotni unaqa xohlamayman. Bu qanaqa muammo? Ginekologga uchrashim kerakmi yo psixologga? Nima tavsiya berasiz? Judayam ko'p ayollarning muammosi bu savol. Aynan 90%, 70% deb ayta olaman bunaqa holatdagi ayollarni. Ya'ni jinsiy hayot boshlangandan keyin, ayniqsa farzandli bo'lgandan keyin tug'ruqdan keyingi depressiyalar sabab, organizmdagi har xil o'zgarishlar sabab va psixologik, ginekologik muammolarni birga qo'shilib kelishi natijasida ayollarda jinsiy hayotdagi suslashish, jinsiy aktivlik susishi bo'ladi. Buni asli negizi bu qiz bolalik davridan boshlanadigan narsa. Ya'ni biza o'zbek mentalitetida qizlarimizni turmushga berishdan oldin ularni jinsiy hayot uchun tayyorlaymiz. Ayol sifatida tayyorlamaymiz. Biza ayollarimizni, ya'ni qizlarimizni turmushga berishdan oldin biz ularni qo'pol qilib aytganda domrabotnitsa, ya'ni xizmatkor qilib tayyorlaymiz. Nimaga bu gapni aytyapman? Chunki hamma o'zbek mentalitetida shunaqa tarbiyalanganmiz. Ya'ni meni onam ham shunaqa tarbiyalaganlar yoki bilmaganlar hali ham qiz farzandlarini shunaqa tarbiyalashyapti. Nimaga? Biza kir yuvishni o'rgatamiz, chiroyli uyni ozuda tutishni o'rgatamiz, ovqat qilishni o'rgatamiz, lekin erni ko'nglini olishni o'rgatmaymiz. Shu narsani men ko'p patsientlar bilan yoki katta auditoriyalarda o'sha gapirganimda o'zimizda bilmaymiz, yo'q qanaqa o'rgatamiz deyishadi. Bu ham to'g'ri. Chunki o'sha bizani shunaqa tarbiya qilgan onalar ham shunaqa tarbiyalanganda. Biza chunki qizlarimizni yurib ketishini, qo'pol qilib aytganda, erkaklar bilan yurib ketishini oldini faqat shu yo'l bilan olamiz. Ya'ni ong ostida jinsiy hayotdan qo'rqitib, bu gunoh degan tushuncha bilan tarbiya qilganimizdan keyin ayollarimizda mana shu ong osti bo'lib qolib ketadi. Bu ham ginekologik, ham psixologik muammoda. Yechimi ham xuddi shunday, ham ginekologik, ham psixologik bo'ladi. Qizlarimizda umuman yosh turmushga chiqqan kelin-kuyovlarda jinsiy hayot yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ajrashishlar soni 90% gacha ham kamayadi deb aniq ayta olaman. Nimaga? Chunki er va ayol bir-biridan rohatlanayotganda, lazzatlanayotganda, ularda jinsiy hayot yaxshi bo'lganda, kichkina meloch narsalardan janjal kelib chiqmaydi. Uyni yig'ishtirilmaganligi, ovqat sho'r bo'lib qolganligi yoki boshqa narsalar janjalga sabab bo'lib, ular ajrashib ketmaydi. Ularda jinsiy hayot yaxshi bo'lsa. Shuning uchun ham bu katta siyosiy darajadagi tema, mavzu hisoblayman bu narsani. Endi mayli shu narsadan o'tib keldik. Hozir mana o'sha farzandlisi, 3 ta farzandli bo'lgan ayollarimizda 4 ta farzandli umuman turmushdan o'tgandan keyin nima qilish kerak? Keling, prosta mana shu joygacha olib kelaylikda, keyin bu holatga yechim beraman. Bu joygacha yetib kelaylik. Qizlarni turmushga berishdan oldin qanday jinsiy hayotni o'rgatib tarbiyalashimiz kerakmi? Yo'q, bu ham noto'g'ri. Ya'ni biz hali ularga shunaqa tarbiyani bera olmaymiz. Lekin uje biz qizlarni unashtirdik. Qizlarni turmushga berishga tayyor uje. Taxminan 3 oydan keyin, 6 oydan keyin to'y bo'ladi. Ular bilan onalar tomonidan yoki bo'lmasam ginekolog qabulida, psixolog qabulida onani o'zini qo'lidan kelmasa suhbat o'tkazilishi kerak. Jinsiy hayot haqiqatdan ham ilohiy, pok narsa. Agar jinsiy hayot shunchaki ilohiy bo'lmaganda edi, undan farzand yaralmas edi. Shuning uchun ham bunga nisbatan bo'lgan bloklarni birinchidan boshidan shakllantirmaslikka harakat qilish kerak. Lekin o'ta erkin o'stirish degani emas. Ya'ni nikohdan oldin jinsiy hayotda yashash degani emas bu. Agar shu narsani qila olmasak, qo'limizdan kelmasa, hech bo'lmasa to'yi belgilangandan keyin, o'sha kimga berishimiz aniq bo'lgandan keyin qizlarimiz bilan o'sha ayol sifatida ularni shakllantira olishimiz kerak onalar tomonidan. Xo'p, bo'ldi, turmushga chiqdik. Turmushga chiqqandan keyin, to'y bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Odatda qachon farzandli bo'ladi deymiz. Bizda har bir davrni o'zini muddati bor, o'zini anaqasi nima deydi, vazifalari bor-da. Ayol, yigit va qizda yangi davr boshlandi hayotida. Ya'ni ularda jinsiy hayot, jinsiy davr boshlandi-da to'ydan keyin. Va bu davrni biz sakrab o'tib ketamiz odatda. Ya'ni bu davrni borligini bilmaymiz hattoki. Ko'p oilalarda. To'yi bo'ldi, juda ham hurmat qilaman. Hamma oilada emas, chunki shunaqa zamonaviy oilalar bor. Bu deganda zamonaviy kiyinishda emas, imенно o'rangan, diniy, ilmiy oilalarda ham biza hozircha farzand ko'rmoqchi emasmiz, biza hali yoshmiz, biza to'g'ri saqlanishni o'rgating, nima qilsak bo'ladi deb yoshlar kelishadi. Juda ham to'g'ri qilishadi.
qaynona qaynotamni xabaри bor bu narsadan, onamni xabari bor. Qanaqa yo'l bilan 1 yil 2 yil muddat saqlansak bo'ladi homiladorlikda? Bu juda ham to'g'ri deb hisoblayman va mana shu davr turmushga chiqqandan keyin yigit va qiz o'rtasida boshlanadigan yangi jinsiy hayot davrida ochiq qilib aytadigan bo'lsam, mana shu davrni sifatli o'tkazish juda ham muhim. Repetitsiya, trenirovka degan narsadek qabul qiling bu narsani. Ya'ni jinsiy hayotni o'rganish, undan rohatlanish mana shu davrda bo'ladi. O'sha ayol homilador bo'lsa, ayol farzandli bo'lsa, o'sha jinsiy davr umuman boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu davrda, ya'ni homilador bo'lgungacha, tuqqungacha ham emas, homilador bo'lgungacha bo'lgan davrni sifatli o'tkazish juda ham muhim. Va mana shu davrda yigit va qiz bir-biridan lazzatlanishni o'rgansa, bir-birida o'sha jinsiy hayot bo'yicha ularni tajribalari ortsa, tushunarli qilib aytsak, tajribalar ortadigan bo'lsa, o'sha ularda homilador bo'lgandan keyin, chunki himoya mexanizmi sifatida erkakda ham ayolda ham bolaga, homilaga zarar qilib qo'yaman deb jinsiy o'zini xohishlarini namoyon qilish pasayadi baribir. Ya'ni himoya ishlaydi-da bu yoqda, bolaga zarar qilib qo'yishi mumkin degan narsa bo'lgandan keyin. Va undan tashqari progesteron gormoni ayolda libidoni tushiradi. Bu tibbiy jihatdan tushiradi-da. Va shuni hisobiga homiladorlik davridagi jinsiy hayot уже boshqacha bo'ladi. Va tug'ruqdan keyin ayol organizmi katta stress o'tkazdi. Tug'ruq bo'ldi unda. Уже emizish davri, laktatsiya davri va undan tashqari bachadondan qon kelish davri, chilla davrining ichida bo'ladigan davr. Va mana shularning hammasi jamlangan holda, undan tashqari ayoldagi psixologik holati, tug'ruqdan keyingi depressiv holatlar hammasi birga qo'shilib libidoni tushishi kuzatiladi. Ya'ni homiladorlikdagidan ko'ra tushadi libido. Ya'ni jinsiy xohish libido degani va tushadi. Va shuning uchun ham agar bularda mana shu oilada birinchi davr, jinsiy hayot davri sifatli, tajribali bo'lmagan bo'lsa, ko'nikmalar olinmagan bo'lsa, ularda keyinchalik jinsiy hayot yaxshilanishini kutish kerak emas. Ya'ni ularda jinsiy hayot borgan sari yomonlashadi. Chunki ular bilmaydi-da, jinsiy hayot qanaqa edi, yaxshimidi, uni ta'mi qanaqa, ayol kishi orgazm nima bilmaydi. 4 ta bolam bor, orgazm nimaligini bilmayman deydigan ayollar bor-da, haqiqatda bor, ko'p va ular. O'shaning uchun ham birinchi homiladorlikgacha bo'lgan davr juda ham muhim. Va keyingi уже ayol erkak biladi, mana shu davrda mana уже tajribalari bor bo'lgan bo'lsa, birinchi o'sha jinsiy davr yaxshi bo'lgan bo'lsa, tuqqandan keyin ham u tez tiklanadi bu davr. Ya'ni ularda ana shu farzandli bo'lgandan keyin ham ma'lum muddatdan keyin yana jinsiy hayotlari yaxshi sifatliga aylanadi. Chunki aylantira oladi o'zlari, chunki ularda tajriba bor edi. Va shundan keyin keyingi 2-chi, 3-chi farzanddan keyin ham tiklanish oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham bu birinchi homiladorlikgacha bo'lgan davr juda ham muhim. Endi bo'ldi, уже u davrlarni bilmadi ayol va erkak, u davrda o'sha tajriba orttirish kerakligini, o'sha davrga e'tibor qaratib, o'sha davrni sifatli o'tkazish kerakligini bilmadi. Уже 3 ta farzandli bo'ldi, 2 ta farzandli bo'ldi yoki 4 ta farzandli bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Endigi holatda ham aynan ham psixologik, ham ginekologik tomondan bu joyda o'z ustida ishlash tavsiya qilinadi. Masalan, bu ginekologik tomondan aytganim aynan nimada? Ginekologik tomoni, masalan, ayolni o'zi uchun ham juda ham samotsankasini tushiradigan, o'zi uchun ham juda ham noqulaylik keltiradigan holat bu qin ajralmalarini kelishi. Bor shunday ayollar yoki bo'lmasam shunaqa holatga tushgan ayol, har doim emas, ba'zan tushgan ayollar qinda o'sha har xil xilli ajralmalar kelib turgan vaqtda qanday jinsiy hayot sifatli bo'lmaydi bunaqa holatda. Nimaga? Chunki ayol o'zidan har doim uyalib turadi bunaqa holatda, bunaqa vaziyatda. Va tabiiyki bu narsa erkakka ham yoqmaydi. Shuning uchun ham jinsiy hayot sifati juda ham past bo'ladi. Chunki uyat, bir erkin ochilib aloqa qila olmagandan keyin, erkak yoqmagandan keyin sifatli bo'lmaydi. Undan tashqari tug'ruqlar natijasida bir xillar даже operativ tug'ruq bilan, ya'ni kesarova bilan tuqqan ham bo'lishi mumkin, lekin unday ayollarda ham qin kengayish holatlari kuzatiladi. Nimaga? Chunki qin bu mushak a'zo. Men bunda ko'rsatganim osonroq.
qindan bola tug'iladi. Qin mushak a'zo hisoblanadi va bu mushak, bu yoqdagi mushakni biz o'zimiz har kungi qilishimiz kerak bo'lgan fitnes mashqlarini qilmaymiz-da. Masalan, ertalabki yugurish, fitnes mashqlarini qilmaymiz. Ya'ni tanamiz mushaklarini harakatga keltirmaymizda. Qin mashqlari haqida umuman xayolimizni bir burchagiga ham kelmagan. Ya'ni qilish kerakligini bilmaymiz. Kegel mashqlarini nazarda tutyapman. Doimiy qizlik davridan boshlab qilinmagan kegel mashqlari qinda bo'shashish hosil qiladi. Ya'ni qin kengayishi uchun даже ayol tuqqan bo'lishi ham shart emasda, tushunyapsizmi? Chunki mushaklar atrofiyaga uchrab, bo'shashib ketadi va homila ko'targanni o'zi yoki ko'proq jinsiy aloqa bo'lganni o'zida ham qin kengayishlari kuzatiladi. Chunki u yoqdagi mushaklarni tonusi tushib ketganligi hisobiga. Bizni doimiy uni mashq qildirmaganligimiz hisobiga. Ba'zan qiz bolalar murojaat qilishadi, mendan qindan havo chiqishi kuzatilyapti, lekin hech qanaqa jinsiy aloqa bo'lmaganmanda. Bo'ladimi shunaqa? Ha, bo'ladi. Chunki biz mana shu qin mushaklarini bo'shashtirib qo'yganimiz hisobiga. Qin o'zi bo'shliq a'zo. Qinga havo kirib qolishi, qanaqadir holatda undan havo chiqib, o'sha kirib qolgan havo chiqish holatlari bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa turli xil bakterial shamollashlar, bakvaginozlar, kolpit, qindagi shamollashlar, vizileniya kelish natijasida bo'ladi. Ya'ni bunaqa vaziyatda qinda anaerob bakteriyalar natijasida gaz hosil bo'ladi-da, qinning o'zida. Va ana shu gaz chiqib ketish holatlari ham qindan havo chiqishiga, ya'ni qin keng bo'lmagan holatda ham shamollash natijasida ham havo chiqish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu narsani davolasa bo'ladi. Qinni holatini yaxshi ushlash uchun qiz bolalar ham doimiy kegel mashqlarini qilib yurish kerak. Ya'ni qiz bolalar ham, turmushga chiqqanlar ham, farzandli bo'lganlar ham, homiladorlar ham kegel mashqlarini bajarib yurish kerak bo'ladi. Qin mushaklarini tonusini orttirish uchun. Endi o'sha tug'ib bo'ldi, o'sha kengayib bo'ldi. Kengayib bo'lgandan keyin kegel mashqlari o'zi yordam bera olmaydi. Bunaqa holatda mana shu o'sha zalda o'tirgan ayollarga ham aytyapman, umuman sizlarga ham aytaman, qilish kerak. Qin toraytirish amaliyotlarimi bu? Har xil lecheniyalar, обязательно qindagi ajralmalarni davolash. Undan tashqari kerak joyida plastik operatsiya ham qilinadi. Plastik operatsiya nima qiladi? Aynan qinni anatomik holati tiklashga qaratilgan bo'ladi. Bu bizada vizualni ko'rish uchun topografiyasi, anatomik holati bachadon, qin, orqa ichak va siydik qopi joylashgan bo'ladi va bu yoqda sariqli suyak, o'sha chanoq bo'shlog'i, kichik chanoq bo'shlog'i suyaklari hisoblanadi. Endi qin kengayishida nima bo'ladi? Ko'rib turibsizlar, bachadonda hech qanaqa suyak yo'q, qinda ham. Va qin kengaygandan keyin, qinda kengayish yuzaga kelgandan keyin bachadon sekin astalikda bachadon bo'yni pastga tushib boshlaydi va shunday holatlar bor, bachadon qindan tashqariga chiqib qolgan holatlar bo'ladi. Va qinga mana bu joyda ko'rinib turibdi siydik qopi va qin devori bir-biriga yopishgan bo'ladi-da u. Qin osilgan sari, qin tushayotgan sari siydik qopini tortib tushadi tepadan. Siydik qopini tortib tushgandan keyin ayolda yo'talganda, aksirganda siydik chiqib ketish holatlari, tunda uyquda o'sha enurez holatlari, ya'ni siyib qo'yish holatlari va boshqa holatlarda ham siydik tutolmaslik holatlari muammolari bilan kelishadi. Undan tashqari qinni pastki devori to'g'ridan-to'g'ri orqa ichak bilan bog'langan bo'ladi. Ya'ni ularni alohida bir-biriga yaqin joylashgan, devori bir-biriga yopishib joylashgan bo'ladi. Va qinni orqa devori, rektosel, orqa devori tushishi natijasida orqa ichakni, to'g'ri ichakni ham tortib tushadi. To'g'ri ichak kengayib ketgandan keyin to'g'ri ichak o'zini peristaltik harakatini bajara olmaydi. Shuning hisobiga ayolda qabziyat kuzatiladi. Tushunasizmi? Va qabziyat bo'lgandan keyin doimiy ich qotishlar, davolasa ham tuzalmaydigan ich qotishlar kuzatiladi. Chunki bu yoqda funksional anatomik holati buzilganligi uchun ich qotishlar kuzatilyapti ayolda. Endi bachadon ham shunga o'xshab tortilib kela boshlaydi. Qin kengayish holatidagi qilinadigan plastik operatsiya faqatgina jinsiy hayot uchun qilinmaydi. Bu aslida mana shu muammolarni bartaraf uchun qilinadi. Ya'ni bachadon tushib qolishini oldini olish, siydik qopi tushib qolganda to'g'irlash, undan tashqari tushib qolishini oldini olish maqsadida. Ba'zilarda o'zi tushib qolgan bo'ladi chunki. Va ich qotishlarda rektosel, bu tepadan tushishi sistotsel deyiladi, orqa devori tushishi rektosel deyiladi. Rektosel, sistotsel holatlarda o'sha qin plastik operatsiyasini ham turlari bor. Yuqori, ya'ni oldi devori plastik operatsiyasi, orqa devor, yuqori va pastki plastik operatsiyalar deyiladi. Undan tashqari bachadonni ko'paytirib tepaga ko'tarish uchun lenta qo'yish holatlari, siydik qopini ko'tarish uchun lenta qo'yish holatlari, shunga o'xshagan murakkab jarayonlarni ham tashkil qiladi.
Endi ayol kishi faqatgina farzand tug'ishi uchun yoki bo'lmasam uydagi vazifalarni qilish uchun, turmush o'rtog'i undan rohatlanishi uchun emas. Ayol kishini o'zini ham shaxsiy ehtiyojlari bor. Ayol kishini o'zi ham aynan jinsiy hayotdan oladigan lazzati bor. A, qin plastik operatsiyasini faqatgina turmush o'rtog'i uchun qilinmaydi. Bu ayolni sog'lig'i uchun va o'zi jinsiy hayotda yaxshi yashashi uchun ham qilinadi. Ya'ni o'zi uchun, o'zini sog'lig'i va o'zini jinsiy hayoti uchun qilingan plastik operatsiya eng to'g'ri hisoblayman. Va plastik operatsiyani turlari bor. Plastik operatsiyani anatomik bu joyida siydik qopi juda ham yaqin joylashgan. Orqa ichak juda ham yaqin joylashgan. Undan tashqari boshidan tushish holatlari bor. Ya'ni bu operatsiyani aslida o'ta murakkab va xavfsiz deb ayta olaman. Nimaga? O'ta murakkab ekanligi. Siydik qopini tajribali shifokor qilmasa, siydik qopi teshib qo'yish holatlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunchaki bu joyini ko'tarmaydi. To'g'ri operatsiya hisoblanmaydi-da. U siydik sistatsel holatida aynan siydik qopini tepaga ko'tarmasa, u to'g'ri operatsiya hisoblanmaydi. Uni foydasi yo'q. U qilingan operatsiyani foydasi yo'q aslida. Va siydik qopi bunday devori bilan ishlashadi. Shuncha operatsiya shunchalikki siydik qopi ko'rinib turadi. Uni bittagina nojo'ya harakat bilan teshib qo'yish va bu katta taassurotga olib keladi-da. To'g'ri ichakni ham xuddi shunaqa teshib qo'yish yoki shu narsa katta taassurotga olib keladi. Undan tashqari nimaga ayol uchun xavfsiz deb aytyapman? Nima sababdan? Chunki qorin bo'shlig'iga kirmaymiz, katta qon tomirlar bilan ishlamaymiz va ayol umumiy narkozda bo'lishi ham shart emas. Bu operatsiya uchun umumiy narkoz ham ishlatiladi va mana shu qindan kirilgan holatda mana shu jarayonlar hammasi bachadon ko'tarish, siydik qopni ko'tarish, rektatsel holatda tuzatilish, undan tashqari qin toraytirish amaliyotlari hammasi birdaniga qilinadi. Qin plastik operatsiyasi uchun oldindan tayyorgarlik bor. Oldindan tayyorgarlik nimadan iborat? Qin ajralmalarini, o'sha patologik ajralmalarini, qindagi shamollashlarni yaxshi davolash muhim. Va bu choklarni yaxshi bitishiga yordam beradi. Oldindan tayyorgarlik qilish, oldindan o'sha har xil svechlar, obrabotkalar yordamida qindagi shamollashlarni davolash kerak. Qin plastik operatsiyasi 1 soatdan 2 soatgacha davom etishi mumkin, ketadigan vaqt. Bu jarayonni murakkabligiga qarab, qindagi kengayish holatlariga qarab va mana shu muddat ichida operatsiyada mana shu murakkab jarayonlar amalga oshiriladi. Undan tashqari qin plastik operatsiyasidan keyin reabilitatsiya davri ham juda ham muhim va bu plastik operatsiyadan keyin ayolga 1-1,5 oy davomida ko'p o'tirish, uzoq masofaga o'tirib borish va jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Chunki o'sha qindagi choklari yaxshi bitib olish uchun. Og'riq masalasiga keladigan bo'lsak, agar kimdirlar orangizdan o'sha tug'ruq paytidagi razriflar bo'lgan bo'lsa, shu razriflarni og'riqga yaqinroq og'riq bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa bir xillar chunki ko'pirtirib, kuchaytirib gapiradi, juda ham qattiq og'riq bo'ladi deb. Yo'q, o'sha tug'ruq paytida kimdirlar razrif bo'lgan bo'lsa, og'rig'ini shunga tenglashtirish mumkin. Endi uni ham razrifning darajasi ham juda katta razrif bo'lgan bo'lsa, kuchli og'riq bo'lgan bo'lishi mumkin. U qadar kuchli og'riq bo'lmaydi deb tushuntirmoqchiman-da. Va bu operatsiyadan keyin, ya'ni qindagi ortiqcha terilar to'liq olib tashlangandan keyin, qin tor holatiga keltirilgandan keyin ayol tabiiy tug'ruq bilan tug'a olmaydi. Chunki qin uje unaqa darajada kengaya olmaydi-da. Buni qildiradigan ayollar plastik operatsiyadan keyin yoki operativ tug'ruq bilan tug'adi, yoki uje hamma farzandini tug'ib bo'lganlar kelib qildishlari mumkin.